Ratsional tenglamalar. Biz bundan oldin kvadrat tenglamalarda o'tganmiz. Demak, ratsional tenglamalar nima? Bu kasr ko'rinishidagi algebrik tenglama bo'lib, unda o'zgaruvchilar mahraj yoki suratda bo'lishi mumkin. Yoki biz bu ratsional tenglamalar bo'limida b kvadrat tenglamalar yoki da umuman olganda kvadrat tenglamaga keltirib ishlanadigan tenglamalarni ko'rib chiqamiz yoki da simmetrik tenglamalar shularni ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. 2x plus 1 taqsim x minus 3 teng 1. Xo'sh, bu tenglamani qanday ishlaymiz? Demak, xo'sh, birinchi qadamda x minus 3 ni ko'paytirishga o'tkazamiz va x minus 3 teng emas 0 shartini kiritib olamiz. Demak, x teng bo'lishi mumkin emas. Demak, 3 ga. Xo'sh, 2x plus 1 teng x minus 3. Ma'lumlar bir tarafga, noma'lumlar bir tarafga 2x minus x teng minus 3 minus 1. X teng minus 4. Demak, bizda to'g'ri javob minus 4 bo'ladi. Demak, agar mabodo javobimiz 3 chiqib qolsa, biz x 3 ga teng bo'lishi mumkin bo'lmagani uchun buni javob sifatida qabul qilishga haqqimiz yo'q. Xo'sh, yana bir misolni ko'rib chiqamiz. Xo'p, x plus 2 taqsim x minus 1 teng 2x taqsim x kvadrat minus 1. Xo'sh, bu misolda ham umumiy mahraj olamiz. Umumiy mahraj demak x kvadrat minus 1 x kvadrat minus 1. Demak, x plus 2 ni x kvadrat minus 1 mahrajda hosil qilish uchun x plus 1 ni suratga ko'paytiramiz. 2x. Ana endi x kvadrat minus 1 ni 0 ga teng emas deb olamiz. X kvadrat teng emas 1 ga. Demak, x teng emas 1 ga, x teng emas minus 1 ga. Xo'sh, ana endi suratlarni soddalashtirib ishlaymiz. Demak, ketma-ketlikda ko'paytiramiz. Xo'sh, x kvadrat plus x plus 2x plus 2 teng 2x. X kvadrat plus 3x plus 2 minus 2x teng 0. X kvadrat plus x plus 2 teng 0. Xo'sh, buni ishlaymiz. Diskriminant. Xo'p, 1 minus 4 ko'paytirilgan 2 minus 7. Diskriminant manfiy, demak bizda ildiz yo'q. Bu tenglama ildizi mavjud emas. Ana endi b kvadrat ko'rinishidagi tenglamalarni ham ko'rib o'tamiz. Demak, b kvadrat tenglamalar asosan a x ning 4-inchisi plus b x kvadrat plus c teng 0 ko'rinishida yoki da a x ning n-inchisining kvadrati plus b x ning n-inchisi plus c teng 0 ko'rinishida bo'ladi. Xo'sh, aytaylik, buni b kvadrat tenglama, buni kvadrat tenglamaga keltirib ishlanadigan misollar tipiga kirgizsak bo'ladi. Bu yerda xo'sh, x kvadratni t orqali belgilaymiz. Bu yerda x ning n-inchisini t orqali belgilaymiz. Shunda a t kvadrat plus b t ning kvadrati plus c teng 0 kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Xo'sh, bu tarafda a t ning kvadrati plus b t plus c teng 0 ko'rinishidagi tenglama hosil bo'ladi. Xo'sh, buni odatdagi kvadrat tenglama sifatida ishlaymiz. Keling, aynan shunga oid bitta misol ko'ramiz. Xo'p, aytaylik, x ning 4-inchisi minus 5 x ning kvadrati plus 4 teng 0. X kvadrat teng t kvadrat minus 5t plus 4 teng 0. Ana endi buni biz Viet teoremasi bo'yicha t1 va t2 ni topib olamiz. 4 u 1. Xo'sh, ana endi t'miz x kvadrat ekanligi ma'lum. X kvadrat teng 4 ga, x kvadrat teng 1 ga. X teng demak 2, x teng minus 2.
x teng 1, x teng minus 1. Bizda 4 ta yechim hosil bo'ladi. Xo'sh, demak biz bunga doir misollarni keyingi videolarda ko'rib chiqishimiz mumkin.